Kecha Xalq tabobati kitobini o'qiyotib, ko'k choyni bizga ma'lum bo'lmagan bir qator xususiyatlarini o'qib qoldim va o'qiyotganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashay deb shu mavzuga qo'l urdim. Ma'lumki, ko'k choyni ichganimizdan keyin ko'pchiligimiz qolgan choyni tashlab yuboramiz. Qolgan choyni tashlashga shoshilmang. Biz sizga uni bir nechta foydalari haqida ma'lumot beramiz. Ko'k choy ovqatni oson parchalaydi, hazm bo'lishini tezlashtiradi. Ko'k choy asabni tinchlantirishi bilan bir qatorda chehrani ochadi, tana haroratini qishda oshiradi, yozda salqin qiladi. Ko'k choydan to'yib ichgan kishilarning chanqog'i ketadi. U hordiqni yaxshi chiqaradi va muskullarni somlashtiradi. Ko'k choy xotirani yaxshilaydi va fikrlarni ravonlashtiradi. Ko'k choyning yana bir foydali xususiyati qonni suyultiradi. Tomirlarni kengaytirib, qon yurishini yaxshilaydi va eng muhimi, qonni zararli moddalardan tozalaydi. Oyoq tagi qizsa, terlasa, ko'k choy damlamasini bug'ga tutish lozim. U bilan ko'p bor bug'lansa, ancha davo bo'ladi. Choy damladingizmi, lekin ichmadingiz. Uni tashlab yuborishga shoshilmang. Bu damlangan choyning bir qancha go'zallik va salomatlik borasida bir qancha foydalari bor. Agar sochingiz tez yog'lanadigan bo'lsa, sochingizni shampun bilan yuvganingizdan keyin damlangan choy bilan yuvib oling. Bu sochlaringizdagi yog' bezlarini sekin ajratishga sababchi bo'ladi. So'ngra sochingiz avvalgidan ko'ra uzoqroq vaqt yog'lanmaydigan bo'ladi. Oyog'ingiz hidlangan bo'lsa, har kuni kechqurun yotishdan oldin damlangan choyni idishga solib, oyog'ingizni 10 minutga shu idishga solib o'tiring. 10 kun mobaynida shuni qilsangiz, oyog'ingizdagi hiddan xalos bo'lasiz. Yuzingiz yog'limi? Unda dush qabul qilganingizdan keyin yuzingizni damlangan choyga paxtani botirib yuzingizni arting. Bu teridagi yog' bezlarini faoliyatini sekinlashtirishi bilan bir vaqtda yuzingizdagi husnbuzarlarga antibakterial ta'sir qiladi. Baliq yoki piyoz tozalanganingizdan keyin qo'lingizdagi hidni yo'qotishda damlangan choy foyda beradi. Qo'lingizni oldin yaxshilab sovun bilan yuving. So'ngra damlangan choy bilan chayib tashlang. Ko'zingiz shamollab qizarib yoshlangan bo'lsa, ko'zingizni yumib, qovog'ingiz ustiga damlangan choyni 10 minutgacha yopib qo'ying. Foydasini tegishiga o'zingiz guvohi bo'lasiz. Keltirilgan foydali maslahatlarimiz sizga as qochsa, biz bundan xursandmiz. Yulduz Chovuzda g'oyibona diydorlashguncha xayr, omon bo'ling.